zapravkalar. Zapravka hali ko'rinmayapti. Zapravka hali ko'rinmayapti. Probka ham bo'lib qopti. Lekin odamlar kutyapti. Yuryapti-da ochiladi. 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soatmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Videoni boshlanishida olingan mashinalar necha soatda quyib ketishi mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar, esingizdan chiqmasin. Videoni boshlanganida olingan mashinalar, hali men videoni boshlaganimda u yana qanchadir yurib qo'yuvdi. Zapravka endi ko'ringanday bo'ldi. Odamlar o'sha hafta mana choyxona qurishadi yaqindan. Oynalar o'tib ketishadi bir-biriga. O'zim benzindaman, lekin benzinim ham oxirlab qolibdi. Xullas, o'rtoqlar, mana zapravka finishga yetib keldik. Kuyayotgan ekan, lekin ichida ham odam ko'p. Yozib ketinglar qancha vaqtda kirishini, shu video boshlanganiga zapravkada deb o'chirib turib